Talabalar uchun foydali bo'lgan 5 ta AI. Assalomu alaykum do'stlar, ismim G'ayrat va siz mening YouTube kanalimdasiz. Bu yerda biz sun'iy intellektlar, ingliz tili va ijtimoiy tarmoqlarni qanday qilib yurgizish haqida gaplashamiz. Vaqtingizni olish niyatim yo'q, demak, boshladik. Birinchi AI bu Perplexity. Perplexity AI bu asosan ChatGPT ga o'xshab ketadi, lekin ChatGPT dan ko'ra ancha aqlliroq. ChatGPT umumiy mavzuda sizga qanaqadir informatsiya berishi mumkin. Lekin Perplexity bu aynan qaysidir soha yo'nalishi bo'yicha unga savol beradigan bo'lsangiz, u sizga aniq aytib beradi. Hatto o'sha informatsiyaga sizga link ham beradi. Perplexity aniqroq sizga javoblarni beradi. Chunki hozirgi kunda juda ham ko'p AIlar adashib ketyapti va Perplexity bundan ancha uzoqda. Va ikkinchi AI. Ikkinchi AI bu Otter AI. Otter AI bu ovozlarni yozish bilan shug'ullanadi, ya'ni xuddi recording singari, ammo recording emas. Otter AI da vazifasi shundan iboratki, siz uni yoqadigan bo'lsangiz, undan foydalanadigan bo'lsangiz, o'qituvchingizni yoki leksiya beradigan ustozingizni ovozini yozib oladi va uni tekstga aylantirib beradi. Hozirgi kunda menimcha o'zbek tilini endi qo'shish arafasida ular, lekin asosan ingliz tilida ishlaydi. Ingliz tilida aniqroq ishlaydi. Va u Otter AI vazifasi o'sha tekstda voice ni yozgandan keyin, ovozni yozgandan keyin, u albatta tekst ko'rinishida sizga taqdim etadi va xohlasangiz sizga summary qilib, ya'ni bitta xulosani aytib beradi va siz leksiyani 1 soatlik, 2 soatlik leksiyalarni uzoq vaqt davomida eshitishingiz shart bo'lmaydi. Agar siz talaba bo'lib turib YouTube dan biror narsa o'rganayotgan bo'lsangiz, siz o'sha YouTube'dagi narsalarni Otter AI ga berib turib summary qilib olishingiz mumkin. Ya'ni 2 soatlik, 3 soatlik podcast yoki videolarni ko'rib o'tirishingiz shart bo'lmaydi. Lekin ko'rish foydali, vaqtingiz tig'iz bo'lsa, aynan xuddi shu xulosa qilib beradigan AI dan foydalanganingiz ma'qulroq. Uchinchi AI bu Goblin Tools. Goblin Tools bu shunaqangi AIki, agar sizda kattaroq birorta yumush bo'ladigan bo'lsa, uni mayda qismlarga bo'lib beradi. Odamlar odatda juda ham procrastinate bo'ladi, ya'ni birorta narsani kechiktirishga odatlangan bo'ladi. Agar sizdan nimadir qilaman deb turib ortga surib yuraversangiz, aynan xuddi shu AI dan foydalanishni maslahat beraman. Bu AI sizga o'sha bitta ishingizni qismlarga bo'lib beradi. Oddiy xonamni yig'ishtirishim kerak degan narsani beradigan bo'lsangiz ham, bemalol sizga etaplar hammasini keltirib beradi va siz albatta qachonki siz kichigidan boshlasangiz, uni tugatishingiz shuncha oson bo'ladi va bu murakkablashib ketmaydi. 4-AI bu Quizlet. Quizletni menimcha ko'pchilik biladi. Quizlet bu asosan flashkartlar bilan ishlaydigan AI. Ya'ni hozirgi kunda ancha rivojlandi uni AIi, bemalol undan foydalansangiz bo'ladi. Bundan qanday foydalanish mumkin? Siz u Quizletdan foydalanayotganda o'rgangan narsangizni takrorlash uchun va mustahkamlash uchun foydalanasiz. Masalan, birorta ma'lumotni unga kirgizgandan so'ng, u sizga flashkartlar beradi. Ya'ni o'sha siz kirgizgan ma'lumotlar bo'yicha sizga savollar beradi. Mashqlar berish mumkin, savollar berish mumkin. O'sha orqali siz bemalol o'zingizni, bilimingizni mustahkamlab olsangiz bo'ladi. Va oxirgisi bu Cloudy AI. Cloudy AI aniqligi bilan boshqalardan ajralib turadi. Masalan, sizni tutor hisobda ham bo'ladi. Ya'ni agar birorta qiyinroq, murakkabroq narsani tushunmayotgan bo'lsangiz, siz bu AI dan foydalangan holatda aytsangiz, unga masalan, men shu mavzuda tushunmayapman, 10 yoshli bolaga qanday qilib tushuntirgan bo'larini deganni yozadigan bo'lsangiz, u sizga o'sha murakkab bo'lgan narsani sizga juda ham sodda variantda keltirib beradi. Shu sababli Cloudy AI dan foydalanishni maslahat beraman, agar murakkab mavzularni tushunmayotgan bo'lsangiz. Va bundan coderlar, ya'ni developerlar ham anchagina foydalanishadi. Shu sababli bu AIlar juda ham foydali. Umid qilamanki, video sizga foydali bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bundanda foydali videolar hali oldinda. Va bu AIlarni men sizga vaqtingizni tejash uchun va birorta ishlarni kechiktirib yurgan bo'lsangiz, asta-asta hayotingiz davomida foydalanish uchun taqdim qildim. Bu AIlar hech qachon sizni, masalan, bilimingizni o'rnini bosa olmaydi. Ya'ni imtihonlarda aynan shular orqali o'tib ketaman degan maqsad bo'lmasin. Shunchaki aynan bu AIlar orqali men yanada yaxshiroq o'zlashtiraman, yanada tezroq o'zlashtiraman degan maqsad bo'lishi kerak, do'stlar. Umid qilamanki, meni fikrimni tushundingiz. Xayr, salomat bo'ling. Ko'rishguncha.